Bizni qaynona bilan nima uchun yomon munosabat bo'ladi? Yo biza qaynona haqida shunaqa fikrlaymiz, shu uchun, yoki o'zimizga munosabatni ko'rsatib beradi, yoki siz yashab o'tishingiz kerak bo'lgan jarayon edi, o'sha narsani yashashga yordam berdi. Siz aynan shu yo'ldan o'tishingiz kerak edi, lekin biza buni tushunmaymizda, u menga shunaqa qildi, endi men ajrashaman, bu yomon, men endi ajrashaman. Yo'q, tushunish kerak. Sizni yo o'zingizga munosabatingiz to'g'rilasangiz to'g'rilanadi, qaynonangizga munosabatingiz, unga ham munosabatingiz to'g'rilasangiz to'g'rilanadi, yoki ha bo'ldi, bu men yashab o'tishim kerak bo'lgan yo'l edi deganingizda ham to'xtaydi. Nima kerak ajrashish shu joyda? Biz o'zimiz xato tushunamiz, shuni olib chopamiz keyin. Menga shunaqa qilishdi, menga shunaqa munosabatda bo'ldi, meni haydadi, meni so'kdi, meni bilmadi, xizmatlarimni bilmadi. Aslida nima jarayon ketyapti? Keyin odamlar ham uni oladi, "Vot, qaynonang shunaqa bo'lsa yashama, ajrash" deydi. Aslida tagida nima jarayon ketyapti? Buni hech kim bilmaydi, tushunmaydi, yetmaydi onga, o'qiy olmaydi buni. Tushundingizmi?